Geometriya fani bilamiz, maktablardan o'qitilib boshlanadi, oliy ta'lim muassasalarida, matematika fakultetlarida o'qitiladi. U juda tarixiy fan. Insoniyat yaratilgandan buyon paydo bo'lib kelgan fan hisoblanadi. To 20-asrgacha bo'lgan jarayonda o'sha geometriya fanini insonlar ilohiylashtirib olgan. Buni Platon akademiyasining kirish peshtoqiga yozilgan. Bu yerga geometriya fanini bilmaganlar kirmasin. Endi u yerda nima demoqchi bo'lgan? Ya'ni har bitta inson qanday kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar o'sha fanni bilgan inson o'zini o'sha vaqtlarda ziyoli, ya'ni oliy ma'lumotli ziyoli deb atagan. O'shaning uchun ham Platonning kirish peshtoqiga yozilgan nimasida bu yerga oliy ma'lumotli insonlar kirsin, madaniyatli insonlar kirsin degan mazmunda shunaqa tushuncha bilan yozgan. Ya'ni fan juda ilohiylashtirilgan. Shundan buyon insonlar geometriya fanini o'rganishga qiziqib borishgan. Va oxirgi vaqtlarda o'sha geometriya fanini hozir boshlovchimiz aytayotgandek qiziqishi yoki kerak emas degan tushunchalar, unaqa narsa bo'lishi kerak emas. Har bitta sohada, umuman hayotda geometriya fanini o'rni juda keng. Bilish kerak. Ayniqsa o'sha geometriya fani boshqa fanlar bilan ham aloqador. Bittagina oddiygina yashashimiz. Chunki biz bilamiz, dunyo, yerning o'zi aniq o'lchovlar bilan. Hozir vaqt haqida gapirdik. Vaqt ham o'lchov. Masalan, bizda ikkita nuqta orasidagi masofa degan tushuncha bor. Masalan, istalgan insonga, ko'chada istalgan insonga ikki nuqta orasidagi masofa, ya'ni Termizdan Toshkentgacha bo'lgan masofa qancha deb so'rashingiz mumkin. Juda ko'p so'raymiz buni. Shunaqa so'rasak, masalan, taksistlardan so'rasangiz, ular pulini aytadi. 200 ming so'm, 250 ming so'm so'raydi. Yo'lovchini o'zidan so'rasa 12 soatlik yo'l deydi. Agar bir matematika sohasiga yaqin insonlar bilan so'rasangiz, kilometrlarga tushunmaydigan insonlar ham bor. Aniq vaqt kilometrini aytadi. Bu hamma javob aslida to'g'ri. Ya'ni ikki nuqta orasidagi masofa aynan metr o'lchovlarda, ya'ni uzunlik o'lchov birliklarida emas, hattoki vaqt o'lchov birligida, pul o'lchov birliklarida ham o'rganiladi. Bu esa geometriya. Bu degani har bir insonga geometriya fani kerak. Qimmatli ma'lumotlar uchun, bugungi ajoyib suhbat uchun rahmat. Rahmat. Demak, qadrli teletomoshabinlar, suhbatdoshimiz Termiz davlat universiteti fizika matematika fakulteti o'qituvchisi To'lqin Safarov bo'ldilar. To'lqin aka, tashrif uchun rahmat. Kun tilaklari bo'lsa, marhamat yo'llab qo'yishingiz mumkin. Avvalambor ko'rsatuvga taklif qilganlaringiz uchun sizlardan minnatdorman, rahmat aytaman. Ijodkorlarga omad tilayman. Rahmat. Bugungi kunimiz xayrli o'tsin. Surxondaryo ahliga, jamoamizga, hozir talabalarim kutib turibdi. Darsga, amaliyot bo'lyapti. Shu talabalarimga hammasiga omad, kelgusi ishlarida ilmiy rivojlar, hayotiy rivojlar tilab qolaman. Rahmat. Sizga ham ijodiy barkamollik va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Kuzatib qo'yamiz. Kuningiz xayrli bo'lsin. Qizlar, shunaqa gap. Mana vaqt haqida gaplashdik, xuddiki vaqtim bekorga o'tib ketayotgandek tuyulyapti. Lekin bekorga emas, chunki minglab qora ko'zlarga biz hozir ma'lumot taqdim etyapmiz. Xo'p, xabarlar bor. Assalomu alaykum munavvar kun ijodkorlari, Suhrob aka ijodiga omad. O'zbek milliy ashulolaridan bir parcha xirgoya qilib bersalar debdilar. Juda ham chiroyli qo'shiqlarni Suhrob aka xirgoya qilib berdilar, ya'ni kuylab berdilar. Assalomu alaykum munavvar kun ko'rsatuvining faol ijodkorlari, bugungi kuningiz xayrli va barokatli bo'lsin, ishlaringizga omad. Termiz davlat universitetiga 1996-yil o'qishga kirib, 2000-yilda o'zbek filologiyasi fakultetini bitirgan kursdosh do'stlarimizni 25 yilligi bilan tabriklayman debdilar. Sherali aka Jo'rayev Sheroboddan ekanlar. Assalomu alaykum munavvar kun ijodkorlari, Angor tumani Talashqon mahallasida yashovchi jajji jiyanim Marjonaxonning tug'ilgan kunlari, shu munosabat bilan jiyanimga uzoq umr, sog'lik, sihat, salomatlik tilab qolaman deya Talimaron jamoa xo'jaligi Gilambob mahallasida yashovchi tog'asi Odiljon, yangasi Nigoraxon, opalari Sitora, Oysanam hamda Nozgullar tabriklaydilar. Xuddi shunday. Gavhar Normurodova, hurmatli boshlovchilar, munavvar kun dastur ijodkorlari, barchaga xayrli kun, sizlarga hamda mehmon ijodkor akalarga ham omad tilayman debdilar. Sheroboddan Gavhar deganlar. Saodat Safarova, xayrli kun. Ozodbek, Qumqo'rg'on tumani Ibrat qishlog'ida yashovchi Guljahon opa Jamolova 37 yoshga to'lishi munosabati bilan barcha og'aynilari nomidan tabriklaymiz deganlar. Va shuningdek, bugun yangajonimni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman, akajonim bilan qo'sha qarisin deya. Xo'p, Asal Panjiyeva, dugonam Dilnurani tavallud ayyomi bilan tabriklayman, 100 yoshlarga kirib yursin deya Norma Matova ismlarini yozmaganlar.
Demak, Suroyadan assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong, chorshanba kuni muborak bo'lsin aziz yurtdoshlar, deya tilaklar bildiribdilar. Demak, dasturimiz uchun vaqt ajratilgan vaqt tugab boryapti. Marhamat, xayrlashib olsak. Demak, bugun tavallud kunlarini nishonlayotgan barcha vohadoshlarimizni, muxlislarimizni tabriklaymiz. Xuddi shunday. Haqiqatan ham vaqt sizni kutib turmaydi. Vaqt bu davom etaveradi. Hech qachon vaqtni bekatini hech kim ko'rmagan. Vaqt bekatidaman degan gap yo'q. Uni bekati ham yo'q. Va shuning uchun ulguring, orqasida yelib yugurib bo'lsa ham hamma ishlaringizni amalga oshirib oling. Chunki menga bir dono inson maslahat berganida, sen hech qachon 30 yosh bo'lmaysan, sen hech qachon 40 yosh bo'lmaysan, sen hech qachon 50 yosh bo'lmaysan. Eng samarali umr yoshi bu 30 dan 40 yoshgacha bo'lgan. Nimaniki reja qilsang amalga oshira olasan. 40 yoshdan keyin esa sekinlashadi, 50 yoshdan keyin esa toshbaqa misoli bo'lib qoladi, debdi. Demak, har birimiz uchun qimmatli bo'lgan vaqtimizdan unumli foydalanaylik. O'z yoshingizda. Va har bir lahzadan demak oqilona foydalanaylik. Sabrina, marhamat. Demak, sizlar bilan keyingi dasturlarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha xayr.